Agar homila kamroq qimirlasa, bu xavfli signal. Ko'p ayollar ehtimol u shunchaki uxlayapti deb o'ylaydi. Lekin ayni harakatning kamayishi bu kislorod yetishmasligini ayni erta belgilari bo'lishi mumkin. Bola qorningizda qanday holatdaligini o'zi bilan emas, har kuni uning qanday qimirlashi bilan baholanadi. Eng xavfli tomoni ayollar o'zgarishni kech sezadi. Aslida esa birinchi bo'lib o'zgargan narsa bu harakatdir. Shuning uchun homila harakatlarini to'g'ri hisoblash juda muhimdir. 28-haftadan boshlab harakatlar muntazam bo'ladi. 10 ta harakat usuli. Ovqatlangandan keyin yoki tinch holatda 2 soat ichida 10 ta harakat bo'lishi kerak. Agar kam bo'lsa 1 soatdan keyin yana hisoblang. Odatda faol bo'lgan bola birdan sustlashsa, bu tekshiruv uchun sabab. Faqat o'zingiz bilan solishtiring. Har bir bola o'zgacha. Eng muhimi bu sizni odatiy ritmingiz. Xavfli belgilar. Harakatlar kamaygan bo'lsa, harakatlar sust bo'lib qolsa, 2-3 soat davomida odatdagidan kam bo'lsa, bolani faoliyati keskin kamaysa. Bu holatda kutmasdan shifokorga murojaat qilish kerak. Harakat bu bolaning tili. U har doim signal beradi. Shunday sodda va tushunarli maslahatlar uchun obuna bo'ling.